$3350 ga Lacetti ko'rsataman. Bitta yurakchani qizartirib qo'ying. Siz bankli emas, tan narxi 3350 ga, koreyskiy, lukliga bitta yurakchani qizartirib qo'ying. Bunaqa narxlar eng arzon Namangan kanalida bo'ladi. Eng arzon Namangan kanal Telegram kanaliga o'tib, obuna bo'lib kuzatib tursanglar arzonlarni qo'yamiz. Xo'p, koreyskiy 1.6 motorda kraskasi ham rosa bo'lsa 10% bor ekan. Turishini qarang. O'ta deriskiy bo'lib, ideal bo'lib turibdi. Oldin ledlargacha bor. Yili 2003-yil kraskasi 10% bor ekan xolos. Texnik yuma rasxodlari yo'q. Ko'rib prerka qilib olaverasizlar. Luklargacha bor. Orqada o'tiralargacha bor ekan. Balonning holati ham ashli zo'r holatda. Kuzov qismi ideal, chizilgan, qirilgan. Joylari ham yo'q, zazovlari ham bir tekisda bo'lib turibdi. Ko'rib prerka qilib olaverasizlar. Koreyskiy ishqibozlariga ideal adam. Telegram kanali nomerlari o'tib olib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, test monitor, gaz bor. Xo'p, chexollari, kuriylarigacha bor. Prerka qilib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Patologlar ham ideal holatda, luklargacha ideal bo'lib, Gentra'ning lukidan zo'r ishlaydi deyaptilar. Keyin bakovoylar ham ichkaridan qayriladi. Elektronli. Bemalol ko'rib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Balonning holatini qarang, vash klass. 3350 ga shunaqasini bosib olsangiz bo'ladi. Nexia olgandan 2003 koreyskiy Lacetti olgan yaxshi, 3350 ga. Egalar nomerlar Telegram kanalida o'tib olib baraka qilib olaverasizlar. Bosamiz.